Mendan bir necha xona narida yotgan yoshgina qizning ahvoli kasalxonada menga qattiq ta'sir qilgan voqea edi. Endi 18 ga to'lgan, go'zal, quyosh kabi porlab turgan Navnihol hayotining ayni gullagan chog'ida omonsiz xastalikka chalingandi. Boyaqishning kasalligi insonga ibrat bo'ladigan darajada ayanchli edi. Men ilik saratoni bo'lsam ham bu ko'pchilikka ma'lum kasallik edi. Balki Robbim gunohlarim evaziga menga shunday kasallik bergandir. Biroq qiz boyaqishning kasalligi chidab bo'ladigan turidan emasdi. Qiz bechora og'iz saratoniga uchragandi. Tupuk bezlari qurib qolgan, ishlamas, ya'ni og'izda tupuk bo'lmagani uchun namlik ham bo'lmas, qup-quruq, nuqul lablarini yalar, quruq bo'lgani uchun lablari qonab ketardi. Og'zi ochilmas, tili aylanmas va yutina olmasdi. Ey Xudoyim, qanchalar dahshatli holat edi bu. Odamzodga yoqmaydigan, tupurib tashlanadigan bir tomchi tupuk mana shu qiz uchun topilmas ne'mat edi. Ammo yo'q, uning og'zida tupuk yig'ilmasdi. Atrofida ota-onasi Parvona, bechora qiz esa og'riqdan tipirchilardi. Otasi juda boy odam ekan. Uning hayqirishlari, faryodlarini unuta olmayman. Yordam ber. Ey Robbim, bizga yordam ber. Ojiz qoldik. Bir tomchi tupuk uchun ojiz qoldik. Ana shuni topolmayapman. Shuni sotib ololmayapman. Davlatim, kuchim mana shunga yetmayapti. Trillion qiymatdagi mol-mulkimning kuchi qizimga bir tomchi tupuk topish uchun kamlik qilyapti. Yo Robbim, o'zing bizga ko'mak ber. Qanchalar tengsiz ne'matlar, qanchalar mukammal a'zolar, qanchalar qimmatbaho ikromlar bergan ekansan u, biz ularni bilmas, qadriga yetmas ekanmiz. Ulardan mahrum bo'lgandan keyingina nechog'lik bebaho ne'matlardan ayrilganimizni tushunar va qadrlar ekanmiz. Sen yaratgan hamma narsa shunchalar bebaho va qadrliki, bir tomchi tupukka ham kuchimiz yetmaydi. Uni sotib ololmaymiz. Qanchalar dahshatli, qanchalar ibratli holat edi bu. Robbim, sen nimalarga qodirsan? Bizga nelarni ato etgansan u, ammo biz buni sezmaymiz.